Assalomu alaykum azizlar. Bugun sammoykada pena nima uchun ba'zilarida yaxshi ko'piradi, ba'zilarida yaxshi ko'pirmaydi, nima uchun penani rasxodi ba'zi sammoykalarda ko'proq bo'ladi, nima uchun kamroq bo'ladi, qanday qilib penani yaxshiroq ko'pirtirish mumkin va pena rasxodini qanday qilib kamaytirish mumkin. Mana shu narsalar bo'yicha amaliy tavsiyalarni bermoqchiman. Xudo xolasa video foydali bo'ladi. Demak, tasavvur qilamiz, 1 litrlik pena 9 litr suvga aralashtirib, mana shu aralashma mana shu satilni ichiga solib qo'yilgan deylik. Va bu satilda mana bu ulka, mana bu shlanka yordamida satilni ichidagi pena aralashmasidan tortib oladi. Va tortib olib turib, mana bu shlanka tepadan chiqqan shlanka yordamida gidrosistemaga qo'shib beradi. Pena sepish momentida ulka ishlaydi va mana shu aytilgan jarayon amalga oshadi. Xo'p, endi mana bu joyda yozib qo'yibdi. Mana bu pompa minutiga 15 litr suv tortar ekan. Demak, mana bu yerdan kirib kelayotgan 15 litrlik rasxod bo'layotgan bo'lsa, ya'ni 15 litr suv yoki pena aralashmasi bo'layotgan bo'lsa, u holda mana bu ulka minutiga 1 litrdan pena tortib bersa, u holda bu yoqdan kirib kelayotgani 14 litr qoladi. 14 litr suvga 1 litr pena ko'pirtirish uchun ba'zida yetarli bo'lmasligi mumkin. Bunaqa vaziyatda invertor yordamida motorning obroti kamaytiriladi, aynan pena sepish momentida. Natijada bu yoqdan kirib kelayotgan suvning hajmi kamayadi. Misol uchun 15 litr emas, 10 litrga kamayadi. Natijada mana bu ulkani minutiga 1 litr tortib berayotgan penasi 10 litr penani ko'pirtirish uchun bemalol yetarli bo'ladi. Natijada sammoykani penasi juda yaxshi ko'pirib chiqadi. Bu bitta holat. Ikkinchi holat, sammoykani uchidagi pena nasatkasini turi ham juda ko'p narsani hal qilib qo'yadi, lekin bu haqda keyingi videolarda to'xtalamiz. Hozir ikkinchi jihatiga to'xtalmoqchiman. Endi mana bu ulkani har xil versiyalari bor. Ayrimlar Italiyaniki u bu deyishyapti, lekin men Italiyanikini shaxsan o'zim qo'limda ushlab ko'rganim yo'q. Lekin har xil versiyalari, har xil seriyadagilari bor. O'sha seriyadagilari bu mana bu ulkani 1 minutda necha litr pena tortishini bildiradi. Ba'zilari masalan 300 gram tortadi, ba'zilari 600 gram tortadi, ayrimlari 1 litrgacha tortadi. Lekin sizning mo'ykangizga qo'yilgan ulka, misol uchun minutiga 500 gram yoki 600 gram tortadigan ulka qo'yilsa-yu, boshqa masalan yonida ishlab turgan mo'ykada mana shu ulka masalan minutiga 1 litr tortadigan qo'yilgan bo'lsa, u holda ulka kamroq pena qo'shib berganligini hisobiga mo'ykangizda ko'pirish nisbatan kamroq bo'ladi.